5 iyul Ürümçi, 26 iyun Şavgan vaqalarga 2 yil to'ldi. Mazkur vaqalar chet ellardagi Uyg'urlarning turli faoliyatlari orqali xotirlanib kelmoqda. Xalqaro Uyg'ur inson huquqlari va demokratiya fondi bilan Uyg'ur Amerika Birlashmasining uyushtirishida 2011 yil 5 iyul Washingtonda 5 iyul vaqasining 2 yilligini xotirlash faoliyatlari o'tkazilmoqchi. Washingtondagi Uyg'urlarning namoyishi, Uyg'ur Milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonimning bayonoti, xalqaro inson huquqlari tashkilot vakillarining maxsus nutqlari hamda mutaxassislarning Uyg'urlar vaziyati haqidagi mulohazalari radio anglitishlarimiz va tor televiziyasi tarqatishlarımizda bo'ladi. Xitoyning Amerikadagi bosh elchixonasi oldida elib beriladigan Uyg'urlarning norozilik namoyishining naq maydon ahvolidan xabardor bo'lishni xohlasangiz, 2011 yil 5 iyul Washington vaqti 3dan keyin soat 2dan 45 o'tgandan 3dan 45 o'tkicha 1 soat diqqatingiz Erkin Asiya radiosi tor televiziyasida bo'lsin.